Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagi qadrdonlar. Bu videomiz asosan Moskva shahrida yurgan vatandoshlarimizga va hozirgi kunda juda ham globallashgan, ommalashgan Moskvadagilarda shu Rossiya hududida patent to'lamasdan yurish imkoniyatini berayotgan va ko'pchilik vatandoshlarimiz tomonidan aldanib qolinishlar va hozirgi kunda ham juda ham katta nima deydi, shikoyatlarga sabab bo'lyapti. Shunaqa telefon qilib aldandik, shunaqa bo'ldi, zaявление yozasizmi desangiz, yo'q, Allohga kifoya qildim, Allohga kifoya qildim. Lekin so'z o'rnida aytish kerak, Allohga kifoya qildim bilan ish bitmaydi. Sizga o'xshagan aldanadiganlar ko'paysa ko'payadiki, kamaymaydi. Lekin bizdan iltimos qilishdi, shu haqida video qilib chiqing, хотя бы opa odamlarga yordami tegadi. Mayli, biz aldandik, boshqalar aldanmasin deganliklari uchun. Bu yil 2026-yil уже tugadi почти, lekin sizlarni 2027-yilda Grensiyaga borganlardan keyin qaytib kira olmaysizlar. Rossiya hududiga, yo bo'lmasam shu hududda yurgan vaqtlaringda уже 5-6 oyda qachondir politsiya xodimlari tomonidan to'xtatilganinglarda обязательно deportatsiya kutyapsizlarda. Chunki ko'pchilik vatandoshlarimiz aldanyapti. Ya'ni bu nimaga aldanyapti? Baltinskiy studentskiy biletiga, Baltinskiydan olinayotgan o'sha soxta studentskiy biletga. U sizlarni Rossiya hududida yurishinglarga 1 yil imkoniyat bermaydi. U sizlarni Rossiyada yurishinglarga 1 yil yurib, keyin haqiqiy universitetga topshirasizlar deb sizlarni boshinglarni aylantirishyapti. 1 yil yurib haqiqiy imkoniyat bo'lishiga ham yordam bermaydi. Faqat 90 kun kirganinglarda Rossiyada 1 yilda bir marta 90 kirish imkoniyatlaring bor. 90 kun yurasizlar, keyin dalish yana registratsiya qilamiz deb kimdir подделка qilib beryapti, kimdir pechat bostirib boryapti, внутренний ichkarida o'zida pechat bostiryapti. Agar sizlar 90 kunlik imkoniyatlardan foydalandinglarmi, Grensiyaga borib yana qaytib kirishinglar mumkin, sizlarni kirgizadi, lekin sizlar qaytib registratsiya qila olmaysizlar, reyestrga tushasizlar. Keyin reyestrga tushganinglardan keyin shu orada yana qo'lga tushib qolsalaring, nima deydi u, deport bo'lib ketishinglar mumkin. Aminalaring ham ishlamay qoladi. Amina ham yordam bermaydi sizlarga. Amina uchun ham shtraf olayotganlar bor. Xalq ko'rib turibdi, o'zingizlar bilasizlar. Kommentariyada bemalol fikr almashsalaring bo'ladi, kim aldangan bo'lsa. Baltinskiy 6 oylik kurs, u hammasi soxta. U bor, lekin u sizga migratsiya bilan yordam bermaydi. Ya'ni sizlarni Rossiyada yurishlaringga yordam bermaydi. U masalan tilni o'rganmoqchi bo'lganlarga rus tilini o'rgatadigan kurslar, lekin ko'pchilik shu narsani tipa Rossiyada yurish imkoniyatini beradi deb xalqni aldab niqob qilyapti, lekin hech qanday po migratsiya yordam bermaydi. Ko'chada yurishinglarga ham yordam bermaydi. Yangi kelgan odamga 90 kun o'zini migratsionkasi yordam beradi. Keyin dal shu bilan yuraverasiz deb 50 ming, 60 minggacha pullaringni ol deyapti. Bu prosta yolg'on gapirib sizlar pulinglar olyapti. U narsa o'zi 14 ming rubl turadi. Yana kontraktini to'lading deydi. Unda kontrakt bo'lmaydi. O'zi 14 ming turadi. Kontrakt bo'lmaydi. Aldanyapsizlar xalq. Ko'zinglarni kattaroq ochinglar, ishonmanglar. Nima deydi? Yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas. Agar u haqiqatdan zo'r narsa bo'lganda bir-birini tortib kelardi odamlar ishonib. Bir marta keldinglar, ikkinchi marta u odamlar topa olmaysizlar, ikkinchi marta eshityapman, nechtasi aloqaga chiqyapti, bordik deydi, pulni berganman, yarmini deydi, keyin kerak emas, mana paloncham deport. Pulini olgan odam kelmadi, pulini palonchi olgan edi, u bu joyga ketib qolgan, palon kuni keldi deydi, palon kuni kelsang eshikdan kirgizmayapti ekan, yo bo'lmasam yana bahona qilyapti ekan, keyin bittasi kelib baqirib chaqirib yuboribdi. Bular ham biron kun qopga kiradi, lekin qopga kirguncha pul ishlab mayli, nima deydi, toychog'i chopaversin, lekin xalqni aldab nima qilyapti. Xalq ham birgalikda og'zi birlik qilmayapsizlar-da. Xalqni o'zi ham bittang aldanding, ikkitang aldanding, lekin ko'pchilik aldangan, davay yozasizlar, yo'q, yozsak o'zimizga muammo bo'lishi mumkin, yozsak o'zimiz nima qilishi mumkin deyapti. Agar yozishdan qo'rqsanglar, birinchi borib elchixonaga murojaat qilinglar. Elchixonadan keyin O'zbekistonga jo'natilib, O'zbekistonda kelganda odam ish ko'riladi baribir. O'shaning uchun vatandoshlarim, qadrdonlarim, aldanmanglar, bunaqalarga ishonmanglar. Internetga chiqib reklama qo'yib, pochka pullarni ko'tarib, u yoqdan bu yoqqa sudrab maqtasa, u degani da, bu xalqparvar, bu odamlarni aldamaydi, yuzini ko'rsatyapti degani emas. Yuzini ko'rsatayotganlar обязательно aldaydi. Yana bitta narsa, Rossiya hududida umuman deport bo'lib ketgan odamlar O'zbekistonda turib deport ochyapti ekan, O'zbekistonda turib urushda yo'qolganlar topib beryapti ekan, O'zbekistonda turib urishdagilarni zaявление qilib o'liklarini
olib beryapti ekan. Hammasi yolg'on. Rossiyadan deport bo'lib ketgan, ya'ni Rossiyani yomonlab chiqadigan odamlar O'zbekistonda turib, Rossiyada hech qanday usluga qilib bera olmaydi sizga. Qilib berishi mumkin, u proverka qildirib berishi mumkin. Proverkani любой odam qilib bera oladi. Telegramdan kanallar bor, ularga zakaz bersangiz ham qilib bera oladi. Bitta proverka qilib bersa laqqa tushmanglar, ishonmanglar u odamlarga. Hamma aldayapti hozir. Endi men nomlarini aytganim yo'q, chunki nomlarini aytish kerak emas deb aytishdi. O'zi namyoq bo'lyapti, xalq o'zi tushundi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, aldanmanglar. Ko'zinglarni kattaroq ochib yuringlar. Hamma internetda yurgan, betini ko'rsatganlar hammasi ham oppoq emas. Ko'pchilik aldaydi. Chunki ularda pul bor. Bir narsa bo'lsa pul bilan hal qilib yuborishadi.